Hammaga assalomu alaykum. Interyer dizayn ochiq darsiga xush kelibsizlar. Avvalo, Let's Animate o'quv markazi haqida gapirib ketaman. Let's Animate kompyuter grafika maktabi 2014-yilda asos solinib, startap bo'lib, o'z ish faoliyatini boshlagan. Hozirgi paytgacha 6000 dan ortiq o'quvchilarimiz bizning kurslarni bitirgan va mutaxassislar ichida o'z ish faoliyatini boshlagan. Let's Animate o'quv markazi Toshkent shahar bo'yicha 3 ta filiali mavjud. Yoshlar ijod saroyi, Beruniy filiali va Ganga filiali. O'zim tanishtirib o'tiradigan bo'lsam, mani ismim Aliyev Jahongir, oliy ma'lumotli interyer dizaynerman. Apollo Studios asoschisi va rahbari, 11 yildan oshiq ish tajribasiga egaman. Bizning kompaniyamiz Coca-Cola, Dio, Toshkent metropoliteni, Zamin Foundation kabi brendlar bilan ishlagan. O'z ish namunalarimizni ko'rsatadigan bo'lsak, mana misol uchun Coca-Cola Garden Parki. Loyihamiz 1,7 gektar yer maydonida loyihalangan. Loyiha qiymati 160 million so'm bo'lgan. Loyiha ustida 4 ta ishchimiz ishlab 3 oy ichida topshirilgan. Keyingi loyihaga o'tadigan bo'lsak, bu Kia Motors avtosaloni, birinchi avtosalonlardan biri. Kia Motors avtosaloni maydoni 378 kvadrat metr bo'lgan. Loyiha qiymati 43,5 million. Loyiha ustida kamina 1 oy ichida loyihalab topshirganmiz. Kasb haqida gaplashadigan bo'lsak, interyer dizayner bu universal mutaxassis bo'lib hisoblanadi. Sababi u nafaqat ofisda, balki qurilish bozorlarida, showroomlarda mijozlar bilan, ustalar bilan gaplashib muloqot qiladi. Kasbni afzalliklari bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, bu ijodiy va xilma-xil kasb hisoblanadi. Bu kasb yordamida sizlar xohlasanglar freelance, xohlasanglar ofisda o'tirib ishlashingiz mumkin. Biznes ochmoqchi bo'lsanglar, biznes uchun bu yaxshi imkoniyat. Sababi biznesni boshlamoqchi bo'lsanglar, uni ichini bilib olishingiz kerak. Keyingisi eng muhimi bu bizada jamiyat uchun foydali ish hisoblanadi. Kursimizda kimga mos keladi? Agar siz kasbni noldan o'rganmoqchi bo'lsangiz, kompyuter programmalarini umuman bilmasangiz, qurilish materiallarini bilmasangiz, bu kursimiz sizga mos keladi. Agarda siz arxitektor bo'lsangiz, binoni faqat tashqi qismi bilan ishlaydigan bo'lsangiz, interyerni o'rganib olsangiz, demak bu sizni daromadingizni 2 barobar kamida oshiradigan bo'ladi. Qo'shimchasiga уже ishlayotgan interyer dizaynerlariga ham mos kelishi mumkin. Sababi agar siz o'zingizni kvalifikatsiyangizni oshirmasangiz, 1-2 yildan keyin mijozsiz qolib ketishingiz mumkin. Oxirgi kategoriyamiz, demak, o'zini uyini ta'mirlamoqchi bo'lgan insonlar. Agarda siz interyer dizaynerga pul berishni istamasanglar, marhamat bizning kursga kelinglar. Demak, kursimizda noldan bitta proyektni olib sizlar bilan bajaramiz. Ya'ni mana ko'rishingiz mumkin ish namunalari. Bu Energy Mirzo Ulug'bek turar joyidagi kvartiralarimizdan bittasi. Kurs davomida sizlar bilan shunaqa kvartirani olib, noldan mana shunaqa holatga keltirishimiz mumkin. Interyer dizaynerlari va arxitektorlari quyidagi programmalardan foydalanadi. Demak, bu AutoCAD, Revit, Archicad, 3D Max, Corona, V-Ray, SketchUp, Blender va hokazo. Biz o'zimizning kursimizda sizlar bilan AutoCAD, 3D Max, Coronani o'tamiz. Sababi bu kasbga kirish uchun juda oson o'rganishli programma hisoblanadi. Nimani o'rganamiz? AutoCAD dasturida biz sizlar bilan o'lchov chizmasini chizishni o'rganamiz. Ya'ni o'lchov chizmasida ko'radigan bo'lsak, demak, xonalarning uzunliklari, balandliklari, injenerniy kommunikatsiyalar, ya'ni injenerniy kommunikatsiyalar, suv, gaz, kanalizatsiya, ventilyatsiya kiradi. Eshiklarning balandliklari, oynalar, podokonyiklar o'lchamlari kiradigan chizma hisoblanadi. Shu chizmani o'rganib chiqamiz. Keyinchalik mebelirovka, ya'ni mebel jihozlarini joylashishi, xonada qanaqa joylashtirish kerak, xonani qanaqa bo'lishi kerak, qanaqa tarzda va eshiklar qatga ochilishi kerak. Shuni hammasini mebelirovka chizmasida o'rganib chiqarkanmiz. Keyinchalik montaj, demontaj chizmamiz bor. Demak, bu yerda devorni buzish, devorni qurish u ustalar uchun kerak bo'ladigan chizma hisoblanadi. Va oxirida eksplikatsiya, ya'ni har bir xonani o'zini kvadrat metr yozilgan chizma hisoblanadi. AutoCAD dasturiga kirganimizdan keyin keyinchalik biz sizlar bilan 3D Max'ni boshlaymiz. Nimani o'rganamiz? 3D Max dasturida oddiy geometrik shakllarni yaratish, sahna bo'ylab uni harakatlanish va modifikatorlarni. Modifikator bu oddiy geometrik shaklni yanada murakkabroq shaklga aylantiradigan funksiya hisoblanadi. Undan keyin biz sizlar bilan 3D Max'da xonani ko'tarib, geometrik shakllar yordamida mebel yaratib, mebel jihozlarini yaratib, ularga yorug'li materiallar berib chiqamiz. Undan keyin natijada 3D vizualizatsiya hosil bo'ladi va mijozimiz bo'lajak proyektimizni ko'rib chiqishi mumkin bo'ladi. Endi eng qiziq mavzuga o'tamiz, interyer dizaynerining daromadlari. Avvalo qayerda ishlashni ko'rib chiqarkanmiz. Interyer dizayneri dizayn studiyada, arxitekturniy byuro, mebel showroomida yoki freelancer bo'lib ishlashi mumkin. Agarda interyer dizayner studiyaga kirib ishlayman desa, boshlang'ich daromad $300 bo'ladi. Keyinchalik opit olsa, уже 500 va 1000 gacha chiqishi mumkin. Agar freelancer bo'lib individual ishlayman desa, kvadrat metr uchun $5-10 oladi. Ya'ni u qanaqa hisoblanadi? Misol uchun bizda kvartira bor. Kvartiramizda 100 kvadrat metr bo'lsa, $10 dan kamida oladigan bo'lsa, demak $1000 ga уже daromad kelib chiqadi.
Bizani kursimizni bitirganingizdan keyin sizlar nima qila olasiz? Birinchisi, bu ichki maydon AutoCAD dasturida to'liq reja asosida xonalarga bo'lib chiqib, mebel jihozlari bilan joylashtiramiz. Ikkinchisi, bu 3D Max dasturida interyeri 3D vizualizatsiyasini, ya'ni bo'lajak ko'rinishini mijozga ko'rsatib berishimiz mumkin. Uchinchisi, ustalar uchun elektrika, santexnika chizmalarini tayyorlab beramiz va to'rtinchisi, bu qurilish materiallari bilan ishlashni o'rganib chiqamiz. Demak, o'quvchilar bilan bizani natijani ko'rib chiqarkanmiz. Birinchi o'quvchimiz Javohir Oqinbekov, yoshi 18 edi. Boshlang'ich nuqta 0, ya'ni 0 bilim bilan kelgan. Hozirgi paytda Apollo studiyasida o'zi ish faoliyatini olib boradi va bu ish namunalarini ko'rib chiqamiz. Bu ishlarini Javohir kurs mobaynida qilgan, ya'ni portfolio uchun. Bu yoqda oshxona qilingan va spalni qilingan. Keyingi o'quvchimiz bu Nozima Qurbonova, yoshi 19 da, boshlang'ich nuqta unda ham 0 bo'lgan. Kursdan keyin Mudo Concept showroomida o'z ish faoliyatini boshlagan. Kurs uchun qilingan ishlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak, bu oshxona qilingan, zamonaviy uslubda ko'rib chiqamiz. 0 dan kelgan, eslatib o'taman va bizada sanuzel ham qilingan. Kurs formatiga keladigan bo'lsak, demak, bizada kursimiz offline 4 oy davom etadi. 48 ta darsdan iborat bo'ladi. Haftasiga 3 marta 2 soatdan bo'ladi. Bizada kurs davomida yopiq Telegram kanalimiz bo'ladi. Har bir darsimiz videoga yozilib, Telegram kanaliga tashlanib o'tadi. Qo'shimchasiga uy vazifa beramiz. Ketma-ketlik bo'yicha birinchi 3 oyda biz dasturlarni o'rganamiz, qurilish materiallarini, ergonomika fanini va oxirida 4-oyda biz portfolio ustida ishlaymiz. Sababi portfoliosiz siz mijoz ham topa olmaysiz, studiyaga ham ishga kira olmaysiz. Bizani kurslarimizda yaxshilab o'qib, yaxshilab bitirsanglar, portfolioni vaqtida topshirsanglar, biz sizlarga diplom beramiz va ishga joylashishga bizani o'quv markazi yordam beradi. Bu videoni YouTube'da ko'rayotgan bo'lsanglar, izohlarda link bor. Linkka bosib ro'yxatdan o'tsanglar bo'ladi. Yoki mana bu yerda telefon raqamlari bor. Telefon raqamiga telefon qilib, qo'shimcha ma'lumot olishingiz mumkin. Ochiq darsimiz shu bilan tugadi. Sizni Let's Animate'da kutamiz.